Shu ko'rib turgan 2 qavatli, 3.7 sotixli 7 ta xonali xonadonimizni siz atigi $150 ming xarid qilsangiz bo'ladi. Hovli qismini qarang, kattagina o'zini yashil hududlari ham bor va bitta mashina uchun alohida joylar ham qoldirib ketilgan. Birinchi qavatimizga keladigan bo'lsak, eshikdan kirishimiz bilan o'ng tomonimizda oshxonasi joylashgan. Shu oshxonamizning yonida birinchi yotoqxonasi bo'ladi. Yotoqxonamizning ro'parasida bo'lsa, ikkinchi xonasi, kattagina mehmonxona, undan tashqari yana bitta bitmagan xonasi bor va hojatxona, yuvinish xonalari alohida qilingan. Yana qo'shimchasiga orqa hovliga o'tish uchun eshiklar ham qoldirib ketilgan. Xonadonimizning ikkinchi qavatiga keladigan bo'lsak, yana 4 ta xona bo'ladi. 2 ta yotoqxona kattalar uchun va bitta alohida bolalar uchun yotoqxona qilingan va bundan tashqari oxirgi xonamizda katta yana bitta mehmonxona. Bu xonamizning ham o'zini yuvinish xonalari, hojatxonalari alohida albatta qilingan va ikkinchi qavatimizda o'zini kattagina balkoni ham bor. Va bundan tashqari uyimizning o'zini, mehmonxonamizning tagida yana podvoli bor. Lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, Zangiota tumani Raycenter shundoqqina Bekbaraka turar joy majmuasini orqasidagi mahallada joylashgan. Lokatsiya Telegram kanalimizda narxiga arziydimi, fikringizni izohlarda kutib qolamiz.